3 yildan beri a'zoman va men maktabdan tashqari vaqtlarimni bu yerda juda maroqli o'tkazaman. Yaqinda men bu yerdan Asqat Muxtorni Chinor romanini oldim. Asqat Muxtor bu romanda hayotdagi qiyinchiliklarni juda ham real tarzda yoritib bergan va bu qiyinchiliklar insonni qay darajaga olib kelib qo'yishligini juda ham chiroyli qilib tasvirlab bergan. Sizga yana bir qiziqarli savolimiz bor. Agarda sizni o'qigan asarlaringiz kino qilib ishlanganda siz qaysi rolni ijro etgan bo'lardingiz? Men Abdulla Qodiriyni O'tgan kunlar romanidagi kumush rolini ijro etgan bo'lardim.